Bugun men sizlarga juda muhim mavzu tushuntirib bermoqchiman. Pensiya endi yangicha tartibda hisoblanishi, hujjatlar tekshirib kuchayishi. Ish, staji va rasmiy daromad masalasi yanada katta ahamiyat kasb etishi haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot faqat hozir pensiyaga chiqayotgan odamlarga emas, balki hali o'tibin. Tardim yoki yaqin yoshda bo'lgan har bir fuqaro uchun ham juda muhim. Chunki bugun rasmiy ishlamagan, ish stajini to'g'ri rasmiylashtirmagan yoki maosh hujjatda kam ko'rsatilgan odam ertaga pensiya tayinlashda jiddiy muammoga duch kelishi mumkin. Men bu mavzuni oddiy tilda bosqichma-bosqich tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ayrim nozik jihatlar bor. Kim xavotir olishi kerak? Kimning holati nisbatan tinch? Qaysi hujjatlar oldindan tayyorlanishi zarur? Qanday xatolar pensiya miqdorini kamaytirib yuborishi mumkin? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikning puliga, huquqiga va kelajakdagi ta'minotiga bevosita ta'sir qiladi. Avvallari ko'pchilik pensiya masalasiga faqat pensiya yoshga yaqinlashganda e'tibor berardi. Masalan, odam 25 yoki 30 yil ishlaydi. Keyin pensiyaga chiqish vaqti kelganda hujjat yig'ishni boshlaydi. Shunda ma'lum bo'ladiki, bir joydagi ish staji mehnat daftarchasiga noto'g'ri yozilgan, boshqa joyda korxona yopilib ketgan, yana bir davr uchun ish haqi bo'yicha arxiv ma'lumoti topilmayapti. Natijada odam yillar davomida ishlagan bo'lsa ham ayrim davrlar stajga qo'shilmay qoladi yoki pensiya hisobida daromad past chiqadi. Endi esa pensiya tizimida asosiy urg'u shaffoflikka, elektron ma'lumotlarga, rasmiy ish stajiga va badallar yoki ajratmalar bo'yicha aniq izga qaratilmoqda. Ya'ni faqat men ishlaganman deyishning o'zi yetarli bo'lmaydi. Ishlaganingiz hujjatlarda, elektron bazalarda, arxivlarda yoki ish beruvchi ma'lumotlarda tasdiqlanishi kerak. Bu o'zgarishning eng katta ma'nosi shuki, pensiya tayinlashda insonning haqiqiy mehnat faoliyati, rasmiy daromadi va qonuniy tasdiqlangan staj asosiy mezonga aylanadi. Men buni oddiy misol bilan tushuntiraman. Ikki kishi bor. Biri 25 yil davomida rasmiy ishlagan, maoshi hujjatda to'liq ko'rsatilgan. Ish beruvchi tegishli hisobotlarni topshirgan. Ikkinchi kishi ham 25 yil ishlagan, lekin 10 yil norasmiy ishlagan. Yana 5 yil davomida maoshining faqat bir qismi rasmiy ko'rsatilgan. Tashqaridan qaraganda ikkalasi ham teng mehnat qilgan. Lekin pensiya hisobida birinchi odamning imkoniyati ancha yaxshi bo'ladi, chunki uning staji va daromadi tasdiqlangan. Ikkinchi odam esa isbotlash, arxiv topish, guvohnoma yig'ish, ba'zan sud orqali huquqini tiklash kabi murakkab yo'lga duch kelishi mumkin. Endi kimlar bu masalada alohida e'tiborli bo'lishi kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda pensiya yoshiga yaqinlashgan fuqarolar, erkaklar 60 yoshga, ayollar 25 yoshga yaqinlashayotgan bo'lsa, ular hujjatlarni hozirdan tekshirtirib qo'yishi kerak. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam pensiyaga chiqishiga 2 oy qolganda keladi. Keyin 1980 yillar yoki 1990 yillardagi ish joyi bo'yicha ma'lumotnoma kerak bo'lib qoladi. Korxona allaqachon tugatilgan, arxivi boshqa joyga topshirilgan. Ba'zan hujjatlar yo'qolgan. Shunda jarayon cho'ziladi. Odam pensiya tayinlanishini kutadi, asabiylashadi. Ayrim hollarda esa pensiya miqdori kutilganidan kam chiqadi. Ikkinchi guruh mehnat daftarchasida yozuvlari tartibsiz bo'lganlar. Masalan, ishga qabul qilingan sana bor, lekin ishdan bo'shagan sana yo'q. Yoki korxona nomi bir joyda qisqartma bilan, boshqa joyda to'liq yozilgan. Yoki muhr tushunarsiz, imzo noaniq. Bunday mayda ko'ringan xatolar pensiya hisobida katta muammo tug'dirishi mumkin. Chunki mas'ul organ stajni hisobga olish uchun yozuv qonuniy va tushunarli bo'lishi kerak. Agar yozuv shubhali ko'rinsa, qo'shimcha tasdiq so'raladi. Uchinchi guruh uzoq yillar norasmiy ishlaganlar. Masalan, odam qurilishda, savdoda, xizmat ko'rsatish sohasida yoki fermer xo'jaligida yillar davomida ishlagan, lekin mehnat shartnomasi tuzilmagan. Oylik naqd berilgan, hech qanday rasmiy hujjat yuritilmagan. Bunday holatda odam real hayotda mehnat qilgan bo'lsa ham, pensiya nuqtai nazaridan bu davrni isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun men har doim aytaman. Rasmiy ish shartnomasi mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat tizimidagi yozuv deb qog'oz emas. Bu kelajakdagi pensiyangizning asosi. 4-guruh yakka tartibdagi tadbirkorlar, o'zini o'zi band qilganlar va mavsumiy ishlovchilar. Bu yerda ham eng muhim savol, sizning faoliyatingiz ro'yxatdan o'tganmi? Tegishli to'lovlar qilinganmi? Davlat bazada ko'rinadimi? Masalan,
Bir ayol takaza yil davomida uyda tikuvchilik qilgan, mijozlari bo'lgan, daromad topgan, lekin o'zini o'zi band qilmagan, soliq tizimida faoliyati ko'rinmagan. Pensiya tayinlashda bu 8 yilni staj sifatida tan oldirish oson bo'lmaydi. Boshqa bir ayol esa o'zini o'zi band qilgan, faoliyatini rasmiy ro'yxatdan o'tkazgan, kerakli to'lovlarni vaqtida amalga oshirgan. Uning holatida pensiya uchun huquqiy asos ancha mustahkam bo'ladi. Keling, aniq raqamli misollarni ko'rib chiqamiz. Faraz qilaylik, fuqaro A 2 yil rasmiy ishlagan. Uning oxirgi yillardagi maosh hujjatida 1 million so'm atrofida ko'rsatilgan. Ish beruvchi hisobotlarni topshirgan. Stajda uzilishlar yo'q. Fuqaro B ham 2 yil mehnat qilgan. Lekin 2 yil norasmiy 2 yilda maosh hujjatda 2 million so'm deb ko'rsatilgan. Aslida esa 3 million olgan. Natijada B fuqaro pensiya hisobida ikki tomondan yutqazadi. Birinchidan, stajning bir qismi tasdiqlanmasligi mumkin. Ikkinchidan, rasmiy daromad past bo'lgani uchun pensiya miqdori ham pastroq chiqishi mumkin. Yana bir misol. Bir erkak 1995 yildan 2005 yilgacha kichik korxonada ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin korxona muhrida nom to'liq ko'rinmaydi. Pensiya organi qo'shimcha arxiv ma'lumot so'rashi mumkin. Agar arxivda buyruqlar, ish haqi vedomoslari yoki shaxsiy tarkib hujjatlari saqlangan bo'lsa, muammo hal bo'ladi. Agar hujjatlar topilmasa, fuqaro boshqa dalillar bilan murojaat qilishi zarur bo'lsa, sud tartibida ishlagan davrini tasdiqlatish kerak bo'ladi. Bu esa vaqt, hujjat va sabr talab qiladi. Kim xavotir olmasligi mumkin, agar sizning mehnat faoliyatingiz to'liq rasmiy bo'lsa. Elektron mehnat daftarchangizda yozuvlar bor bo'lsa, ish beruvchilar hisobotlarni to'g'ri topshirgan bo'lsa, hujjatlaringizda ism, familiya, tug'ilgan sana, ishga qabul va bo'shash sanalari to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, sizda katta xavotirga asos kamroq. Lekin men baribir tekshirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki bitta harf xatosi ham keyinchalik hujjatlarni bog'lashda muammo berishi mumkin. Masalan, pasportda Abdullayeva deb yozilgan. Eski mehnat daftarchasida esa Abdullayeva deb yozilgan bo'lsa, ayrim hollarda qo'shimcha tasdiq talab qilinadi. Endi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Ish staji bilan ish haqi bir xil narsa emas. Ba'zi odamlar menda 25 yil staj bor, demak pensiyam yaxshi bo'ladi deb o'ylaydi. Staj muhim, lekin pensiya miqdoriga rasmiy daromad ham ta'sir qiladi. Agar siz ko'p yil ishlagan bo'lsangiz, maoshingiz hujjatda doim past ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya miqdori ham kutilgan darajada bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun bugungi ishchilar uchun eng muhim saboq oylik konvertda emas, rasmiy hujjatda to'liq aks etishi kerak. Ikkinchi nozik jihat, korxona yopilib ketgani sizning stajingiz avtomatik yo'qoladi degani emas. Ko'pchilik shu joyda vahimaga tushadi. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari arxivga topshirilgan bo'lishi mumkin. Tuman yoki shahar arxivlariga, idoraviy arxivlarga, ba'zan yuqori tashkilot arxiviga murojaat qilinadi. Lekin bu jarayonni pensiyaga chiqishdan bir hafta oldin boshlash noto'g'ri. Men bunday hujjatlarni kamida 6 oy, yaxshisi 1 yil oldin tekshirishni tavsiya qilaman. Uchinchi nozik jihat, ayollarda bola parvarishi davrlari. Ta'lim olgan davrlar, harbiy xizmat, ayrim ijtimoiy ahamiyatga ega davrlar bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Bu davrlarning hammasi ham bir xil hisoblanmaydi, hammasi ham avtomatik qo'shilmaydi. Masalan, ona bola parvarishi bilan uyda bo'lgan davrini stajga qo'shish uchun bolaning tug'ilganlik guvohnomasi, ish joyidan buyruq yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar ayol bir necha farzand tarbiyalagan bo'lsa, har bir davr alohida ko'rib chiqiladi. Bu yerda hujjatdagi sanalar juda muhim. Bola tug'ilgan sana, ishga qaytgan sana, ta'tilga chiqqan sana bir-biriga mos kelishi kerak. To'rtinchi nozik jihat, ism, familiya va otasining ismi o'zgargan holatlar. Ayniqsa ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya almashadi. Agar mehnat daftarchasidagi eski familiya bilan hozirgi pasportdagi familiya o'rtasida bog'lovchi hujjat bo'lmasa, pensiya tayinlashda savol tug'iladi. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, FHDY ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Men ko'p hollarda odamlar bu oddiy narsa-ku, hamma biladi-ku deb e'tiborsiz qarashini ko'raman. Lekin huquqiy jarayonda hamma biladi degan tushuncha ishlamaydi. Hammasi hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. 5-tuzoq chet elda ishlagan davrlar. So'nggi yillarda juda ko'p fuqarolar Rossiya, Qozog'iston,
Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Bu davrlar pensiya hisobida qanday inobatga olinishi masalasi ikki davlat o'rtasidagi kelishuvlar. Rasmiy ro'yxatdan o'tish sug'urta to'lovlari va hujjatlarga bog'liq. Agar odam chet elda norasmiy ishlagan bo'lsa, na shartnoma bor, na to'lov bor, na ish beruvchi ma'lumoti bor. Bu davrni pensiya tizimida isbotlash juda qiyin bo'ladi. Agar rasmiy ishlagan bo'lsa, ish shartnomasi, maosh ma'lumotnomasi, sug'urta to'lovlari bo'yicha hujjatlar saqlanishi kerak. 6-tuzoq. Mening tanishim shunday qilib pensiya oldi. Demak, men ham olaman degan fikr. Har bir pensiya ishi alohida ko'riladi. Bir odamda arx hujjati topilgan bo'lishi mumkin, boshqasida topilmasligi mumkin. Bir odamning familiya o'zgarishi hujjatlar bilan to'liq bog'langan bo'ladi. Boshqasida esa nikoh guvohnomasi yo'qolgan bo'ladi. Bir odamning ish beruvchisi hisobotlarni topshirgan, boshqasida esa hisobotlarda uzilish bo'lgan. Shuning uchun men har doim individual tekshiruv zarurligini aytaman. 7-nozik jihat. Pensiya tayinlangandan keyin ham xatoni tuzatish imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin buni kechiktirmaslik kerak. Masalan, pensiya tayinlandi. Lekin siz keyinroq qo'shimcha arx ma'lumotnomasini topdingiz. Bunday holatda qayta hisoblash masalasi ko'tarilishi mumkin. Lekin qaysi sanadan qayta hisoblanishi, qanday hujjat asos bo'lishi, murojaat qachon berilgani kabi masalalar muhim. Shu sababli hujjat topilgan zoti uni tegishli organga topshirish kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni aniq qadamlar bilan tushuntiraman. Birinchi qadam, mehnat faoliyatingizni to'liq ro'yxat qilib chiqing. Qaysi yilda qayerda ishlagansiz, qachon ishga kirgansiz, qachon bo'shagansiz, lavozimingiz nima bo'lgan, korxona nomi qanday yozilgan, hozir u korxona bormi yoki yo'qmi? Oddiy daftar yoki telefoningizda jadval tuzing. Masalan, 1994 yillar maktabda o'qituvchi, 1994-2001 yillar tuman shifoxonasida hamshira, 2010 yillar xususiy korxonada hisobchi. Shu ro'yxat keyingi tekshiruv uchun asos bo'ladi. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni tekshiring. Ishga qabul qilingan va ishdan bo'shagan sanalar bormi? Buyruq raqamlari yozilganmi? Muhrlar tushunarlimi? Korxona nomi aniqmi? Sahifalarda tuzatishlar yo'qmi? Agar tuzatish bo'lsa, u qonuniy tasdiqlanganmi? Agar eski mehnat daftarchangiz yo'qolgan bo'lsa, darhol sobiq ish joylariga yoki arxivlarga murojaat qilishni boshlang. Vaqt o'tgan sayin hujjat topish qiyinlashadi. 3-qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron tizimlarda yuritiladi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, tegishli davlat xizmatlari markazi yoki pensiya organlari orqali o'zingiz haqingizdagi mehnat va sug'urta ma'lumotlarini tekshirtiring. Agar hozirgi ish joyingiz elektron mehnat shartnomasini rasmiylashtirmagan bo'lsa yoki ma'lumotlar noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, ish beruvchidan buni to'g'rilashni talab qiling. 4-qadam. Ish haqi bo'yicha ma'lumotlarni tayyorlang. Pensiya hisobida ayrim davrlar bo'yicha ish haqi ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun eski ish joylaringizdan maosh ma'lumotnomalari, shaxsiy hisob kartochkalari, arxiv ma'lumotlari, buyruqlar nusxalarini so'rang. Murojaatda aniq yozing. Menga falon yildan falon yilgacha ushbu korxonada ishlaganim va ish haqi olganim bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi kerak. Murojaatni og'zaki emas, yozma shaklda bering yoki elektron murojaat qiling. Shunda javob olish huquqingiz aniq bo'ladi. 5-qadam, shaxsiy hujjatlarni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi. Familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjat, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, harbiy bilet, diplom, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi ma'lumotlari alohida papkada tursin. Men bunday papkani pensiya papkasi deb atayman. Bu oddiy ko'rinadi, lekin amalda odamning vaqtini, asabini va pulini tejaydi. 6-qadam, pensiya organiga oldindan maslahat uchun boring. Pensiya yoshiga yetgandan keyin emas, kamida bir necha oy oldin boring. Mutaxassisga hujjatlaringizni ko'rsating va qaysi davrlar bo'yicha savol tug'ilishi mumkinligini aniqlang. Agar kamchilik bo'lsa, uni tuzatishga vaqtingiz bo'ladi. Masalan, bir arxiv ma'lumotnomasi 25 kunda, boshqasi 30 kunda, yana biri undan ham uzoq muddatda kelishi mumkin. Oldindan harakat qilgan odam yutadi. 7-qadam. Rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, maoshingiz to'liq ko'rsatilayotganini tekshiring. Men buni ayniqsa yoshlar va o'rta yoshdagilarga aytaman. Bugun rasmiyda kamroq.
qolganini qo'lda olaman degan kelishuv sizga qulay tuyulishi mumkin. Lekin ertaga pensiya hisobida aynan rasmiy ko'rsatilgan daromad muhim bo'ladi. Bundan tashqari kasallik nafaqasi, dekret to'lovi, kredit olish, ijtimoiy kafolatlar ham rasmiy daromadga bog'liq bo'lishi mumkin. 8-qadam rad javobi yoki tushunarsiz qaror olsangiz, jim qolmang. Agar biror davr stajga kiritilmagan bo'lsa, sababini yozma ravishda so'rang. Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi norma asos bo'lmoqda? Qanday hujjat keltirsangiz masala hal bo'ladi? Shuni aniqlang. Zarur bo'lsa yuqori turuvchi organga murojaat qiling yoki yuridik maslahat oling. Pensiya bu sadaqa emas. Bu fuqaroning qonuniy huquqi. Lekin huquqni himoya qilish uchun dalil, hujjat va to'g'ri murojaat kerak. Yana bir muhim maslahat, hech qachon hujjatlarni soxtalashtirishga urinmang. Ba'zi odamlar bitta ma'lumotnoma qilib berishadi, muhr topib berishadi degan gaplarga aldanadi. Bu juda xavfli. Soxta hujjat aniqlansa, nafaqat pensiya ishi buziladi, balki huquqiy javobgarlik masalasi ham kelib chiqadi. To'g'ri yo'l qiyinroq bo'lishi mumkin, lekin u barqaror va xavfsiz yo'l. Demak, pensiya tizimidagi yangicha yondashuvning asosiy mazmuni shuki, endi har bir yil, har bir ish joyi, har bir rasmiy daromad aniq hujjat va elektron ma'lumot bilan tasdiqlanishi kerak. Kim hujjatlarni tartibli yuritgan bo'lsa, rasmiy ishlagan bo'lsa, maoshini to'liq ko'rsatgan bo'lsa, uning holati ancha mustahkam. Kimda norasmiy ish, yo'qolgan arxiv, noto'g'ri yozuv, familiya farqi yoki past rasmiy maosh bo'lsa, hozirdan harakat qilish zarur. Men sizga ekspert sifatida shuni aytaman. Pensiya masalasini oxirgi kunga qoldirmang. Bugun 1 soat vaqt ajratib hujjatlaringizni tekshirsangiz, ertaga o'ylab yurishdan qutulasiz. Mehnat daftarchangizni ko'ring, elektron ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Arxiv hujjatlarini oldindan so'rang. Ish beruvchingizdan rasmiylikni talab qiling. Bu sizning kelajagingiz, oilangiz va qarlikdagi moliyaviy tinchligingiz uchun kerak. Sizning holatingiz qanday? Mehnat daftarchangizda muammo bormi? Eski ish joyingiz yopilib ketganmi? Pensiya hisobida qaysi savollar sizni xavotirga solyapti? Fikringizni izohlarda yozing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.